Salom qizlarga, qanaqasizlar, tuzingmisizlar? Kecha bitta videoni ko'rib qolib, kechalar uxlamay chiqdim. Men tavba qildim. Menga nima ekan desanglar, просто ana qizga jalkada, shunchalik, shunaqa chiroyli qiz. Endi qaranglar, короче, ukrainka bitta model qiz Dubayga modellikka boradi. Enikiga bitta sheyx, короче, yoniga keladi-da. Biza закрытый вечеринка bo'lyapti. Mana senga to'laymiz pulini. Закрытый вечеринkaga borib ber deydi. Ana qiz bo'pti deydi. Endi aysiga telefon qilib, "Aya, bugun telefonim o'chiq bo'lishi mumkin, hijolat bo'lma. Meni закрытый вечеринkaga taklif qildi" deydi. Keyin onasi aytadi, "Xo'p, ehtiyot bo'lgin" deydi. Keyin u qiz borib, закрытый вечеринка, действительно закрытый вечеринка bo'ladi. U yerda o'yin kulgi bo'ladi. Undan keyin eshitinglar, u yerda и негритянка, и россиянка hech qaysinisi tirik qolmaydi. Только ana qiz tirik qoladi. U qizda, короче, Nutella shokolad bor-u, polga yayib turib, короче, yalaysan shu shokoladni, yalaysan deb zastavlayt qilib, izdivotsa qilib, oyoq qo'lini sindirib, belini sindirib, urib, endi nima qilsa qiladi-da, iznasilovать qiladi u qizni. Qilib turib, keyin deydi, nimaga deydi, yo'lga tashab ketar ekan uni, trassaga tashab ketganda u qizni. Keyin boshqalar topib oladi. U qiz Xudoning qudrati bilan tirik chiqadi. Komada endi o'ziga kelyapti ekan, gapirolmay komada, hamma yo'g'i singan, короче. Shunaqa chiroyli qiz. Videosini ko'rib, ana u nigirtsankaning ham videosini ko'rib, bilak yoshlar ko'rmasin, вообще yuraginglar og'riydi. Men aytaman-da, o'sha arablarga zakon yo'qmi-kun? Baribir ham ayol kishi-ku, ayol kishiga nima qilarkan qo'lini ko'tarib-da? Men bilmayman, ular chirichur boy bo'lib ketganidan, chirichur puli ko'pidan o'zini bosab tusarini bilishmay qolgan yoki bilmadim. Endi shokman ana videoni ko'rib. Kimda kim u videoni ko'rgisi kelmoqchi bo'lsa, shu profilimga o'tib lichkaga yozinglar, qizlar, tashlab beraman lichkanglarga. Shunga podpiska bosib turib, lichkamga yozasizlar, shundan tashlab beraman. Hammaga xayr. Ko'rib вообще shokda qolasizlar.